Jahon Otin. Taxallusi Uvaysi 1779-1845 Marg'ilonda tavallud topgan. Uvaysi oilasidagi ma'rifatli muhit uning kelajakda yetuk shoira va o'z davrining bilimdon ayoli bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etgan. Shoiraning onasi zamonasining o'qimishli ayollaridan biri bo'lib, otinlik qilgan, ya'ni qizlarga ta'lim berish bilan shug'ullangan. Jahonning yoshligidan bilim olishga ishtiyoqi baland bo'lib, dastlabki savodini o'z oilasi yordamida chiqargan. Otasi va akasidan musiqa, she'riyat ilmini o'rgangan. Keyinchalik Uvaysi Qo'qon xoni Umarxonning rafiqasi, shoira Nodira begim va boshqa ijodkor ayollarga she'riyat ilmidan dars berdi. O'zi esa muammo she'rda fikrini yashirin ifodalash san'atini mukammal egalladi. Bu kun ey do'stlar, farzandu jonimni sog'indim. Gado bo'lsam ne ayib, ul shovxu davronimni sog'indim. Musofirman, g'aribman, bekasu ham benavodurman. Vujudim dardda to'ldi, endi darmonimni sog'indim. Tilimning zikri-yu ko'nglimni fikri yaxshi farzandim, azizim yolg'izim davlati sultonimni sog'indim. Kecha kunduz yo'lig'a muntozdurman tikarman ko'z, kelib holim so'robon ketsa mehmonimni sog'indim. Nasibin uzmadi tangrim ilojim topmag'ay kelsa, onam deb bo'lg'usi bag'ri qizil qonimni sog'indim. Qorong'u bo'ldi olam ko'zima ushbu judolikdan, ko'zu ko'nglim ziyosi mohudabonimni sog'indim. Mani bekas Uvaysi yig'larman ro'z shab tinmay, uyimning ziynati ko'zu ravshani xononimni sog'indim.